Mana azizlar, mening yangi ixtiroyim kema. Bu platforma og'ir yuklarni tepaga ko'taruvchi. Mana o'ziniki yaxshi ketadi. Mana o'zim yoshim 14da, ismim Sultonbek. Biz uchun kichkina amal boramiz. Oz qoldi. Joylarda ham xizorlar borligi hayron qoldiradi. Qarang, bu joyda internet ham ishlash qiyin, lekin bolam qilayotgan ishlari nimadan ko'rib qilyapti, hayronman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'ingiz yaxshi. Charchamasdan Sultonbek, qalaysiz? Assalomu alaykum. Hozir Sultonbekda qilayotgan ishlari ajoyib, lekin agar aynan shu musobaqalarga tayyorgarlik ko'rilsa, mana yaqinda Yoshlar ishlari agentligi tomonidan butun O'zbekiston bo'ylab musobaqa o'tkaziladi. Robototexnika bo'yicha Samarqandda ham o'tkaziladi. Yozda bo'ladi. Albatta bu musobaqalarga qatnashing, o'z ixtiroingiz bilan Arduino'dan to'plam bermoqchiman. Bundan avval ham sizga sovg'a qilishdi, lekin yana bo'lsa bu eng yaxshilardan biri. Robototexnika bo'yicha Xo'p, Robbit akademiyasini Samarqandda filiali bor, Samarqand shahrida. Bizda maxsus darslar bor, faqat yakshanba kuni bo'ladi ekan. Albatta o'qing mumkin bo'lsa, 6 oylik sizga bepul o'qish huquqini beraman. Samarqand filialimizda. Balki agar undan keyin ham yana faol tarzda o'qisangiz, yana bepul o'qib beramiz. Bir marta shartda mana bu joyini bu shu apparatda qoladi. Tugasa Sultonbek, men chunki ko'ngildan aytaman, tugasa yana olib beraman. Ta'limni ham bepul qilib beryapmiz. Keyin o'rgansin, rivojlansin. Chunki shunaqa bolalarni bu musobaqaga olib chiqishdan xursand bo'laman. Mahalliy musobaqalar qatnashsa, xalqaro musobaqalarga tayyorlansin. Bu 1-2 yillik jarayon. Kelajakda keyin mana shu narsani muhandislikka, injenerlikka sarflasangiz bo'ladi. Bizga haqiqatan muhandislar, injenerlar kerak. Ko'rishamiz hali xudo musobaqalarda undan keyin.